O'limdan qo'rqmayman. Allohga qasam, o'limdan qo'rqmayman. Bilasanmi nimadan qo'rqaman? Qilgan ishlarimga javob bera olmaslikdan qo'rqaman. Chunki u yerda akang, ukang, do'sting hech kim senga yordam bera olmaydi. O'zing qilgan ishga o'zing javob berasan-da. Ba'zi birlar o'zidan ketib olayotdi, men bittaman deb bekorda aytibsan sen. Hech qachon bitta bo'la olmaysan. Sandaqadan millionta dunyoda. Kuchli bo'lsang, kuchli millionta, boy bo'lsang, boy millionta, chiroyli bo'lsang, chiroyli millionta, shustri bo'lsang, shustri millionta. Lekin har sohada Alloh bitta. Qul huvallohu ahad deb bekorga aytdi. Ayting ey Muhammad, men bittaman. Valam yakul lahu kufuwan ahadun. Hech kim menga teng kela olmaydi. Bu nima degani? Men zo'rman degan. Shu zo'r zot aytgan, shu buyuk zot aytgan. Hammadan yaxshi zot, hammadan saxiy zot, hammadan chiroyli zot, hammadan zo'r zot aytganki, "Ey, g'iybat qilma. Mana ichimliklar harom ichmagin, chekmagin, o'g'irlik qilmagin, o'zingni o'ldirmagin, birovni o'ldirmagin, kibr qilmagin."